Hozirgi davr katta mavqega erishish, ko'p pul topish va kuchli davrada bo'lish uchun eng oson davr hisoblanadi. Lekin aynan shu davrda chalg'ish, demotivatsiya va intizomsizlik shakllanishi uchun ham eng oson davr hisoblanadi. Chunki bizda ijtimoiy tarmoqlar va dangasalikni rivojlantirishiga sabab bo'ladigan texnologiyalar juda zo'r rivojlangan. Achinarli fakt aytaman. 1990 va 2017 yillarni solishtirganda depressiyaga tushib qolish soni 49,86% ga oshgan. Tasavvur qilyapsizmi? Zamonimiz shunchalik depressiyaga to'lgan. Aynan shu zamonda qanday qilib muvaffaqiyatga erishish va kuchli stressga sabab bo'ladigan katta omillarni hayotimizdan chiqarib tashlashni ushbu videoda gaplashamiz. Keling hozir sun'iy intellektdan birgina savolimizga u qanday javob berishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Sun'iy intellekt menga aytchi, agar sen shayton rolida bo'lganingda insonlarni muvaffaqiyatdan chalg'itish uchun qanday yo'llarni o'ylab topgan bo'lar eding? Bu menga qiziq. Shayton rolida bo'lsang, odamlarni o'zlariga bo'lgan ishonchlarini pasaytirardim. Ularni harakat qilishdan qo'rqitib, doimiy ravishda ikkilantirardim. Ularni vaqtlarini behuda o'tkazishga, maqsadsiz va sustkash bo'lishga undardim. Shuningdek, ularni o'z maqsadlaridan chalg'itib, turli xil vasvasalarga boshlardim. Ularning muhim vazifalaridan chalg'ib, salbiy ta'sirlarga tushishlarini ta'minlardim. Bu esa ularning rivojlanish va muvaffaqiyatga erishishlariga to'sqinlik qilardi. Yana bir yo'li, ularga har qanday imkoniyatlarni ko'r-ko'rona inkor qilishni o'rgatish bo'lardi. Ularni har qanday yangi imkoniyat yoki o'zgarishdan qo'rqitib, doimiy ravishda mavjud holatlarini saqlab qolishga undardim. Shunda ular faqat qulay zonalarida qolib, yangi tajribalarni rad etishardi. Bu ularni rivojlanish va muvaffaqiyatga erishishdan to'xtatardi. Odamlarni doimiy ravishda o'z maqsadlaridan chalg'itish uchun ularga turli xil vasvasalar va shubhalar solardim. Ularni o'zlarining qobiliyatlariga shubha qilishga majbur qilib, o'zlarida mavjud bo'lgan imkoniyatlardan foydalanishlariga to'sqinlik qilardim. Bu orqali ularga o'z maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan ishonch va jasoratni pasaytirardim. Endi biroz fikr qilamiz. Bizda vasvas kuchayishiga, ishonchsizlik oshishiga, o'zimizni luzerdek his qilishimizga nima sabab bo'lyapti? Menimcha, javobni topdingiz. Bu ijtimoiy tarmoqlar. 2006-yilda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, o'zini boshqalar bilan solishtiradigan insonlar o'rtacha har 2 oyda chuqur depressiya va stress kuzatiladi. Eng qizig'i, bu tadqiqot 19 yil oldin o'tkazilgan. Hozir esa ijtimoiy tarmoqlar sabab bu ko'rsatkich balki bir necha 10 karraga oshgani shubhasizdir. Masalan, mening bobom yoki dadam stress tufayli bir joyda siqilib qolganini kamdan-kam ko'rganman. Shundan xulosa qilsak bo'ladiki, yoki u davrda stress va depressiya bo'lmagan, yoki hozirgi biz nimjonlashib ketdik. Siz qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Birgina harakat bizni 50 yil oldingi insonlardan sezilarli tarzda farqlab turadi. Bu esa o'z navbatida solishtirish, ya'ni siz bir daqiqa ichida dushmaningizni, do'stingizni, hamkasbingizni yoki ustozingizni hayoti qanday yaxshi ketayotganini tomosha qila olasiz. Nega aynan yaxshi ketayotgan hayotni dedim? Hamma gap ham mana shunda. Ijtimoiy tarmoqlarda barcha hayotning yaxshi tarafini ko'rsatadi. Sayohatlar, to'ylar, bayramlar, katta daromadlar va hashamatli uy-u mashinalar. Bularni ko'rgandan so'ng albatta sizning miyangizda savol paydo bo'ladi. Nega bu narsalarni men qila olmayman? Men nimalarnidir xato qilyapmanmi? Ular bunga qanday erishyapti? Endi siz aytishingiz mumkin. Men shunchaki havas ko'zi bilan qarayapman. Menda bunday savollar kelib chiqmaydi deb. Lekin ishonavering, siz sezmasangiz ham miyangizda bu savol paydo bo'ladi va bora-bora kuchayaveradi. 2017-yilda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarga kirish vaqtini qisqartirib, real hayotdagi do'stlar davrasida yoki ijtimoiy ishlarda faol bo'lish depressiyani naq 50% ga kamaytiradi. Keling buni qadamlarda ko'rib chiqamiz. Hoziroq App Store yoki Play Marketdan OneSek yoki shunga o'xshash ilovani yuklab oling va ilovani ichiga kirganingizda telefonga to'g'ri sozlash bo'yicha ilovaning o'zining instruksiyasi bor. Hozir men sizga buni OneSek misolida qanday bo'lishi va uning qanday yordam berishini ko'rsataman.
Endi esa keraksiz sahifalardan obunalarimizni qaytarib olishni boshlaymiz. Masalan, o'z uyi, mashinasi, daromadlari, avvalgi yomon, hozirgi yaxshi hayot haqida ko'p gapiradigan barchadan obunalarimizni qaytarib olamiz. Hayotingizda aktivlarni ko'paytirishingiz kerak. Masalan, sizni ham rivojlantiruvchi, ham qiziqtiruvchi aktiv, hobbi toping. Bu bo'lishi mumkin futbol o'ynash, tongi saharda 1 yoki 2 kilometr yugurish yoki yurish. Shunga o'xshash hobbilar. 2017-yilda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, haftasiga 3 marotaba sport bilan shug'ullanish depressiyani 40% dan 50% gacha kamaytiradi. Bor yo'g'i mana shu 3 ta qadam sizni o'rtacha 3 oyda hayotingizni sezilarli o'zgartirishga sababchi bo'ladi. Do'stlaringiz ko'payayotganini, daromadingiz oshirish uchun yo'llar ko'payayotganini va kayfiyatingiz oldingiga nisbatan bir necha barobarga yaxshilanganini sezasiz. Agar siz yangi odatlarni shakllantirishda qiynalsangiz, hozir zo'r lifehack o'rgataman. Odatni shakllantirishda ko'pchilikni qiynaydigan narsa bu mas'uliyatni sezish va intizom. Bu narsada sizda muammo bo'lmasligi uchun sizga bir nazoratchi kerak bo'ladi. Bu do'stingiz, yaqin insoningiz bo'lishi mumkin. Nazoratchini topganingizdan so'ng esa jarima sistemasini ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Masalan, siz har kuni ertalab 2 kilometr yurish odatini shakllantirmoqchisiz. Nazoratchi topdingiz. Endi agar 2 kilometr yurmasangiz, nazoratchiga 100 ming so'm jarima to'lashingiz kerak. Bu yerda 100 ming so'mni men misol tariqasida keltirdim. Summa siz uchun kichik ham, o'ta katta ham bo'lmasligi kerak. Qanday xatoni ko'pchilik qilayotganini ko'rsangiz, shu xatoni teskarisini qilishga odatlaning. Bu oddiy gapdek eshitilishi mumkin, lekin diqqat bilan gapni mag'zini chaqing. Masalan, ko'pchilikda tanish bilish, ya'ni networking kuchli emas bo'ladi. Demak, siz har haftada yangi insonlar bilan tanishing va keyingi haftalarda u insonlarni eslab turing. Aloqani saqlab boring. 1 yilda sizni avvalgi 10 yildan ko'ra ko'proq tanish orttirasiz. Bu oddiy hisob-kitob. Ushbu siz ko'rib turgan qadam loyihamizda biz muvaffaqiyatga birgalikda erishishimiz uchun hayotimizga yaxshi ta'sir qiluvchi omillar haqida videolar joylab boramiz. Maqsadimiz oddiy, lekin katta jamiyatimizda kuchli insonlarni iloji boricha ko'paytirishga yordam berish va kichik qadamlar bilan birga katta natijalarga erishtir. Gaplarimiz balandparvoz eshitilishi mumkin, lekin biz buni uddalaymiz. Bu video orqali qanday xulosalar chiqarganingizni izohlarda yozib keting. Videomiz hamkori va homiysi Cinerama platformasiga alohida tashakkurimizni izhor qilamiz. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha, aytgancha sahifamizga obuna bo'lib, mana bu qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'ling.